Hammaga assalomu alaykum. Mana yana bir obyektimizda cho'pli pol hamda radiator ishlari bo'ldi. Bu yerda maksimalni utepleniya ushlangan, issiqlik ushlangan hamda bizning sistemamiz luchvoy sistema bo'ladi. Radiatorlarga bu sistema ekonomik bo'ladi hamda effektli bo'ladi. Bu yerda kollektorlarimiz luchvoy sistemaga qo'yilgan. Hamma konturimiz отдельно bo'lgan. Hamma xonalarimizga 2 dan tayinlangan cho'pli pol turbalari effektiv kuchliroq bo'lishi uchun xonamiz katta, shuning uchun 2 dan kontur tayinlagan. Bu yerda nasoslarimiz Billo italyanskiy nasoslardan bo'ladi. Bu trofxodavoy klapanimiz 60 gradusdan ziyod qilmaydi hamda 30 gradusdan pastga tushmaydi. Bu yerda qo'yilgan trofxodavoy klapan gruppaning o'zida bo'ladi. Ikkinchi gruppamizda bu yerda 30 gradusdan 60 gradusgacha igroqqa qilsangiz bo'ladi. Hamda manometrlar qo'yilgan, avtomatik voz propustklarimiz bor. Har bir xonani отдельно igroqqa qiladigan расходованный kollektorlar. Bu yerda ham xuddi shunday cho'pli polga ketadi bular. Bu radiatorniki. Xo'p, baynamizda qilingan ishlar balonsiya surishtirib qo'ydi. Полностью metroplazma press ishlangan hamda suvlarimiz resirkulyatsiyada ishlaydi. И cho'pli polimiz cho'pli stena ham devorga berdik. Bu yer sovuq bo'ladigan klientlarimizni nimalarga talablariga binoan qildik. Radiatorlarimizga press fittinglar ishlatilgan luchvoy sistemaga har bir radiatorimiz отдельный kontur bo'lib boradi kollektorimizga.